Assalomu alaykum hurmatli asalachilar. Mana bugun 2026-yil 9-mart sanasi. Ertalab soat 10:30. Arilar juda ham yaxshi ishlayapti mana. Xudoga shukr. Ertadan boshlab bir 3-4 kun ozgina havo pastlarkan. Kechalari -gradus ko'rsatyapti. Endi bu Xudodan xohlasa yaxshi o'tib ketadi arilar. Bugun ozgina bo'sh vaqtim bor edi, shu arilarimni hammasini bir qator ko'rib, ovqat zaxiralari, onalari qay darajada yaxshi ishlayotganini bir ko'rib, tekshirib chiqmoqchi edim. O'shanga bir ozgina video olmoqchi bo'ldim. Xo'p, arilar bundan tashqari Namangan shahridagi usta Solimxonga yashikka zakaz bergan edim. Kecha bitgan ekan, olib keldik. Bundan tashqari asal markazidagi 11-A do'kondan ham dori-darmonlar, har xil kerakli narsalarni olib keldik. Shularni ham bir ko'rsatmoqchiman. Mana o'sha yashiklarim, mana 90 santimetrli yashiklar, mana litoylari, mana tomi, mana maloshniy tunikadan. Maloshniy qilingani sababi ana yaltiroq tunika, keyin mana ko'k rangli tunikalardan issiq, o'sha tunikalarni issiq o'tkazishi kuchliroq bo'ladi. Yoz kunida bu tunikalar u darajada qizib ketmaydi. Arilar bunaqa qiynalib ketmaydi bunda. Sinalgan. Mana yashigimiz 11 ramka ketadi. Bir tarafiga asal sezonida ozgina orasi ochilgan hisobiga bu 10 ramkaga tushadi. Xo'p, mana o'rtadan yog'och faner bilan to'silgan. Mana cheka qismidan mana bu joyga ham faner tushadi. Cheka qismini 3 ramkali atvodka qilsa bo'ladi. Vaqti kelib, masalan, bu qismdagi matka qarib qolgan bo'lsa, bu qismini to'sib, bu qismida yangi matkani urchitib, keyin bu onani o'ldirib, asal sezonida ozgina ishlagandan keyin ikkalasini qo'shib yorib, bir yaxshi oila qilsa ham bo'laveradi. Mana orqadan uchadi bu chekadagi atvodka. Mana dimoxodlari, mana qopqog'ini ham mana qismi tepadagi tomdagi taxtasidan 1,5 santimetr pastga tushgan. Shu narsaga ham juda ahamiyat berish kerak. Asalachilar kim yashik olmoqchi bo'lsa, agar xo'p, mana shu yog'ochidan pastga tushmagan bo'lsa, ko'proq yomg'ir yoqqan vaqtlarda uyani ichiga o'tib ketadi namlik. Shunisiga ahamiyat berish kerak. Kim yashik olsa, juda yaxshi bo'ladi shu holatda. Mana har tarafi taxtadan pastga 1,5 santimetr tushgan. Hozir endi bundan umuman namlik kirmaydi ichkariga. Dimoxodlar joyida mana yashik juda ham ideal holatda yasalgan. Tavsiya qilaman, o'sha usta Solimxon juda ham yaxshi qilib yasab berishi mumkin. Kim agar yashik olmoqchi bo'lsa. Arilarimiz mana juda yaxshi uchyapti. U narigi chekadan boshlagandim arilarni ko'rishdi. Hozir bu yerda mana chekadagi ikkita oilani ko'rdim. Endi bu qatordan ko'rishni boshladim. Mana shu oilamizni ham hozirgina ochdim. Keyin video olgim kelib qoldi. Ari o'zi 4 ramkada o'tiribdi ekan. Mana 4 ramkada chekadan o'rab qo'yilgan manaqa bolichcha bilan. Mana xo'p, 4-ramkasida ham ari to'la. Bu oilamizga hozirgi kunda sush bersa bo'ladi. Shu o'rtasiga qo'yib qo'ysa ham bemalol buni bir kunda tozalab, ertasiga tuxum qo'yib yuboradi. Shunaqa holatda mana yaziklar cho'zib oqartirishni boshlab qolgan. Xo'p, 1-ramkamiz. Mana unda ovqat, gulchang juda yetarli. Mana gulchang ovqatlari juda ham yetarli. Mana 2-ramkamizda mana matkamiz ham yuribdi ekan. Ramkani mana eng past qismigacha to'liq tuxum. Juda ham zo'r ishlayapti ekan. Mana chekadagi ramkada tuxum qo'yishga joy yo'q. Mana 3-ramka o'zi to'la. 2-ramka to'la. Mana endi 3-ramkani olaman. Mana rasplotga baho beringlar. Mana
Rasploti juda ham go'zal. Mana shu cheka qismigacha tuxum qo'yilgan. Ari juda ham zo'r holatda ishlayapti ekan. Mana 3-ramka. 3-ramka u devorlarda ham juda ham ari ko'p ekan. Mana rasplotga baho beringlar. Ari juda ham zo'r holatda ishlayapti ekan. Mana ramkalarni joyiga surib, mana ko'rpachasini surib, chiroyli qilib qo'ydim. Mana endi oilaning ovqati yetarli. Ramka qo'ysam bo'ladi, lekin hozir ramka qo'ymay turaman. Shu 3-4 kunlik sovuq o'tib olsa, keyin mashq haftaning oxirlarida bir shanba bozor kunlariga bularga bittadan sush beriladi. Ovqat berib turaman, lekin bir 2 marta sirop beraman. Chunki sovuqda baribir ovqat rasxoti ko'p bo'ladi. Mana keyingi yashigimizni ham ochib, mana ramkalarni sal bo'shatib oldim. Endi bir kishi video olishga ozgina noqulay. Mana 3-ramka. Bu arimiz 3-ramkalik slabiyroq oila ekan, lekin shu ari ham mana 3-ramkaga ham tuxum qo'ygan. Endi kuchiga yarasha tuxum qo'yyapti. Mana bu taraflarida ham tuxumlari bor. Endi bu arilarda ham rasplotlari chiqib, yana bir 10 kun, bir hafta 10 kunlarda ancha kuchayib qoladi. Bular ham mana 2-ramkasidagi rasplot. Bu ham yomon emas. Mana shu urug'lar chiqib qolsa, ancha arilar kuchayib ketadi. 5-ramkaga chiqib ketadi shu urug'lar chiqsa. Mana 3-ramkasi. Buni ham ikki tarafida tuxum. Mana hurmatli sarachilar, yana bitta arimiz 6-ramkada ekan. Sal ozgina kuchliroq ari ekan. Mana oxirgi ramkasida to'la ovqat. Mana o'rta qismidagi ovqatlarni o'zlari ham olib kelibdi shekilli deb o'ylab qoldim. Ancha og'ir bo'lib ketibdi ramkalar. Mana 5-ramkasi. Bu 5-ramkasida ham anchagina joyga tuxum qo'yib qo'yibdi. Mana shu qismlarida anchagina tuxum bor. Bu tarafida ham o'rta qismida tuxum. Mana keyingi rasplodi. Bu ham mana chekalarigacha tuxum qo'yibdi. Juda yaxshi. Mana yana bitta rasplot. Mana keyingi ramkasida mana yangi ishcharilar chiqib qolibdi. Mana oxirgi ramkasida ham to'la rasplot. 4 ta yopiq rasploti bor ekan bu oilani. 4 ta yopiq, mana 4 ta ramkada, 5-sida ham ochiq urug'lar bor. Mana 5 ta rasploti bor ekan hozirgi kunda mana 9-martga. Mana yana bitta oila. Mana ramkalar tepasiga anchagina yazich cho'zib qo'yibdi. Rosa ramka talab bo'libdi oila. Bu oilaga ramka qo'ysa ham bo'laveradi. Endi men bu oiladan erkak ari chiqarmoqchiman. Mana erkak arini sushi. Shu oiladan ko'proq erkak ari olish kerak. Chunki bu juda yaxshi oila. O'tgan yili belgilab qo'ygandim. Asali ham yaxshi bergan, tuxum qo'yishi ham yaxshi, arini yuvoshligi ham juda yaxshi. Hozir buni rasplotlarini ko'rsataman. Mana bu arimizda ham mana 4 ta rasplot bor ekan. Mana cheka qismlarigacha lichinka. Mana bu qismlari yopiq urug'lar. Mana keyingi ramkasi, bu ramkani ham mana eng past qismigacha tuxum qo'ygan. Ishcharilar anchasi chiqib ham qolibdi buniki. Mana bu oilamizda ham mana ramkalarni joyiga qo'yib qo'ydim. Ularning holati zo'r. Ramka qo'yishga tayyor. Hurmatli asalachilar, mana oilalar ko'rishda davom etyapman. Mana shu oilani ham
videoga qo'shib ketmasam bo'lmas ekan. Oila nihoyatda go'zal ishlagan, o'ta go'zal. Mana ovqat zaxirani qaranglar mana. Pechat asal. Bu tarafida ham mana pechat asal mana. Mana bu qismlariga yangi asal ham olib kelib qo'yibdi. Juda ham zo'r. Rosa ramka talab oila. Mana ramkani to'la urug', ochiq urug', hammasi sut kuyib qo'ygan ochiq urug'. Mana rasmlarga juda ham go'zal. Mana eng chekka qismigacha to'la urug'. Juda ham zo'r matka ekan mana. Qani endi hamma matka shunga o'xshab bir xilda ishlasa. Mana shu oila 10 ramkadan oshib ketadi, bemalol. Mana keyingi rasmlodi ham juda ham go'zal. Mana o'rta qismlarda yoshlarlar chiqib, keyingi yana matga tuxum qo'yishni davom ettirayotgan ekan. Hatto chaqmoq yopishyapti. Oxirgi ramkasi ham juda ham go'zal mana. 4 dona kattagina rasplodi bor ekan. Bu 4 dona rasploddan 2 ramkadan ari chiqqanda ham 8 ramka o'zi. Shu rasplodini o'zi chiqsa ham ari 10 ramkaga ko'tarilib ketadi. Hurmatli masalachilar, mana yana o'ta bitta chiroyli oila. Mana anchagina zaxira bilan qishdan chiqqan. Bir marta 200 gram qiyon berildi. Hech qanaqa pandi hech narsa berilgani yo'q. O'tgan yil kuzdan beri. Mana rasplodi nihoyatda zo'r. Ovqatlari bor. Joyida, gulchanglar serob. Mana keyingi rasplodi ham juda ham chiroyli. Mana matkamiz ham mana shu o'rtada yurgan ekan. Mana bu ramkada ham to'la urug'. Mana yangi tuxumlar, gulchang. Oila juda ham zo'r holatda. Karnika zinger. Shunaqa gaplar. Masalachilar, mana qopqoqlarni bunaqa qilib ko'tarib qo'ydim. Namliklari qurib yaxshi bo'lib qoladi. Qopqog'ini to'liq ko'tarib qo'ysam, arilar ozgina orientir olishga qiynalyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.